Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti 2008-yil 4-oyda 2-chi qatim nashr qilgan biografiyalik roman Qaynam o'rkishi. Avtori Abdulla Talib. 18-bob. G'azab uchqunlari. 1. 1944-yil 12-oyning keyingi yarmidan boshlangan qahrton so'g'uq avjiga chiqmoqda edi. Shahar ko'chalarining ikki yoqsidagi dal daraxtlar va bog'lardagi olma o'riklarining shoxlariga ching yepishib olgan qaro qarlar kishilarga go'yo Tangri tog'ning qorliq cho'qqilari ko'chib kelgandek ko'rinadi. Texi yaqingacha bog'larda erkin parvoz qilib va shodiyona sayrab dillarga huzur beg'ishlagan go'zal qushlar allaqachon makon yo'tkab illiq taraflarga ketib qilishgan edi. Ko'chalarda qor to'zg'onlarini uchirtib, har kuni digidek to'xtamay chiqayotgan shivirg'onning ushqirtgan ovozi quloqqa yerginishlik anglanib, kishini bizar qiladi va yiroq yaqinga berishdan bezduratdi. Mushu kunlardagi havo rayida bo'layotgan g'alati o'zgarish bilan billa kishilarning ruhiy holatidami keskin o'zgarishlar bo'layotdi. Yangidan tashkil qilgan qo'g'dinish atirtining atarmanlari shahar ko'chalarida xohlagancha zo'rliq zo'mbuluq qilishib, bakmu haddidan eshib ketgan edi. Ig'ir zulm va dard alamdan aran chidab turgan yoshlarmu bir amal qilib qo'rsoq ko'pkini chiqarib olish uchun bahona sabab izlashatdi. Ular gohida to'plashib olib, pat-patla soqchilar bilan ilishatdi. Ushoq bolalar qo'g'dinish atirti xodimlari bilan soqchilarni oshkora qora itlar deb tillab olib, arqa hovlilarga qochib ketishatdi. Lutfulla shivirg'anliq qahrton so'g'uq kunlarda mahir tanharakatchidek hammadan burun o'rnidan turadi-da, talog'a chiqib, oq qor, ko'k muz ustida yugurib badan chiniqtiradi. Gohida langar ko'chasining u beshidan bu beshig'icha bir qancha qitim yugurib aylanadi. Gohi kunlari gizitxona beg'idagi o'riklarning agma shoxlariga esilib tornik o'ynaydi. 12-oyning oxirigacha Lutfulla bilan Muniriddin yanala tashkiliy va tashviqiy xizmatlarni chang tutib, maxfiy harakatlarni kuchaytirdi. Ochiq so'rinlarda hikoya aytish, tarix so'zlash usullari orqali targ'ibot elib bordi. Qonunliq matbuotdan foydalanib, jangovar she'rlarni davomli e'lon qilish orqali uyg'onish faoliyatlarini qanot yaydirdi. Ularning birdan-bir qonuniy tashviqot quroli yanala Janub Shamli adabiyot munbiri edi. Bu munbarda Lutfulla, Abdulla Rozi, Bilal Azizi o'zlarining inqilobiy mazmunliq asarlarini kayni-kayndan e'lon qilib turdi. Bu asar va she'rlarning har bir misra, har bir jumlasi ma'lum muddatda portlaydigan bomba bo'lib tayyorlanmoqda edi. 12-oyning 31-kuni tushdan keyin Lutfulla tahrir bo'limida ishlayotganda kompozitor Mo'ydin Xo'ja akalgan bir bog'iqni topshirib oldi. Bu bog'iqda shoir 12-oyning 31-kuni kechda Uyg'ur uyushmasining yangi yil munosabati bilan o'tkaziladigan tabriklash yig'iniga taklif qilingan edi. Bu yig'inda amaliyotda Lutfullaning Uyg'ur dramachilikqa qo'shgan tuhfasiga minnatdorlik bildirish mazmun qilinadi. Lekin bu nuqta Lutfullaga oldin ola uqtirilmagan ham taklif baqig'imi yozilmagan edi. Lutfulla ishdan tushib hujrasiga qaytib kirgandan keyin avval yuz ko'zlarini yuvdi. Orqadan dazmol silib tayyorlab qo'yilgan oppoq ko'nlikini kiydi va bo'yniga chipar galstukini chiroyli bog'ladi. Uchisiga qizg'uch kalta xurum chapanini, beshiga qizg'uch tevitli qora xurum quloqchisini, putiga kalta qo'nchilik xurum o'tkini kiyib tayyorlandi. U hujrasidan chiqib Gulbog' darvozasi orqali yangi binodagi viloyatlik Uyg'ur uyushmasi oldiga borganda allaqachon qorong'u tushib ketgan edi. Yangi binodagi Darul Muallimin o'quvchilari konsert kechaligi o'tkazish uchun oldirishib, uyushmaning klubiga ketishib boradi. Shoirning do'stlari uyushmaning ichidagi bir cho'ng ishxonada oddiy ziyofat tayyorlab qo'ygan edi. Lutfulla ziyofat zaliga kirganda uning kelishini taqozolik bilan kutib turgan yaru birodarlari uni qizg'in qarshi oldi. Lutfullaning do'sti mashhur naqshchi Yusufjon
o'rnidan turib yangi yil kechasini xushal-xuram o'tkazish yuzasidan va shoirning Uyg'ur dramasiga qo'shgan to'pisi haqida so'zlab, o'tgan 1-2 yil ichida Lutfulla milliy drama teatr ishlarimizning taraqqiyotiga intayin ko'p to'pi qo'shdi. U amdila 22 yoshga kirgan bo'lsa-mu, shunchalik qisqa muddat ichida uning ijodiyati oz bo'lmadi. Yolg'iz drama sohasidan olsak, uchrashganda Kurash qizi, Partizan buvay, Samsaq akang qaynaydi, Chimangul, Chinmodan, Borandan keyingi oftob dramalarini yozib sahnalashtirdi. G'irib-sanam, Tahir Zohra qatorliq tarixiy operalarni yozib sahnalashtirishda cho'ng muvaffaqiyat qozondi. Bunun sırtida Farhat Shirin, Rabia Saidin, Leyli Mecnun qatorliq operalarni qayta ishlab sahnalashtirdi. Arshin Mal Alan dramasini sahnalashtirishga bevosita yetakchilik qildi, dedi. Yolg'iz bo'la emas, dedi Yusufjon so'zini davomlashtirib. U mushu drama operalarga boshdan oxirigacha o'zi rejissyorlik qildi. Ko'plarida o'zi boshrol elib chiqdi. Naqshlarni ijodiy ishladi. Dekoratsiyani o'z qo'li bilan sizdi. Biz yana uning she'riy ijodiyatlarini qo'shib baholasak, u chaqda hozirgi zamon Uyg'ur adabiyoti va dramasi sohasida uningga tanglashib tura oladigan, uningdek ko'p taraflimlik talant va ixtisos egisini texi uchirta olmaymiz. Biz Lutfulla bilan faxrlanamiz. Biz bugungi yangi yil harpisida Lutfullaning ijodiy to'pisini qizg'in tabriklaymiz. Biz hammamiz birga emgak qilib azroq ijodiyat yaratdik. Bu texi bek az. Hayot kitobining nurg'un sahifalarida yoshlik aziz, hayot qimmatlik deb yozib qo'yilgan. Lekin hayotda qarg'u muhabbat qiyiqida o'zguchilar, nafratlik ibratlar bitini yozib qoldirdi. Shonliq ulgilar g'oyilik muhabbatning mevasi. G'oyilik inson uchun, inson o'lish uchun yashamaydi. Aksicha yashash uchun o'ladi. Demak, g'oya inson qalbiga yiqilgan nurliq mash'al, yurakdagi qon, buyuk maqsad, ulug' orzu, yuksak g'oya bilan olg'a qadam tashlaylik. Canan quchoq ochmoqda, visol to'ylari yaqin, jang dumbiqini yangratib, shu qutlug' kunlarni kutilishga otlanaylik, dedi Lutfulla kamtarlik bilan o'rnidan turib javoban. Lutfullaning bu ta'sirli so'zlari do'stlarining qalbini intayin hayajonlantirib etdi. Bugungi kutilish qisqa, lekin nihoyatda ma'nilik o'tdi. Oxirida Abdulla Ro'zi o'rnidan turib, Lutfulla boshliq do'st birodarlarni konsert kechligiga qatnashib berishga taklif qildi. Inqilobiy ziyolilar Abdulla Ro'zining boshlamchiligida Uyg'ur uyushmasi klubiga kirib, Darul Muallimin o'quvchilarining konsert nomerlarini ko'rdi. Konsert nomerlari ichida bir yetim qizning etiz usuli tomoshabinlarda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Dolan daryosi bo'yida yetim qolgan bir qizning cho'ng dadasi sepil ostiga ko'miladi. Otasi Hashar Alvang dastidan qarzga bo'g'ilib, kesal azobida o'lib ketadi. Otasining qarzi uchun bu yegona qiz bir bekka qul bo'lib emgakdan bosh ko'tara olmaydi. Bo'yga yetib qolguncha tuzuk kiyim-kechak kiyolmaydi. Tanni yapolmaydigan jappira kiyimlar ichida uning badani ko'rinib qoladi. Kunduzi begning etizliqida ishlab, kechalari begning qo'tinida yetib, ahu zarliqda kun kechiradi. Bu yetim qiz mushu azobdan qutulish uchun ikki chora topadi. Uning biri ko'k to'lg'oq yekan bulbuli ning sayrishini do'rash, yana biri kichkida marhum onasidan o'rganib olgan do'lan mashribi usulini o'ynash. Yetim qiz bu ikki ishni etizliqda emgak qilib uzoq vaqt mashq qilib kundan kunga usta bo'lib ketadi. Bu chaqda qizning bo'yi o'sib, badani to'lib, yiza yigitlarning nazarini tortadi. Oxiri qo'shni yizliq bir yigit etiz beshida mashrab usuli o'ynayotgan bu yetim qizning maaratiga va uning g'uborsiz sap qalbiga shaydo bo'lib, ikkalan to'y qilib, zulmdan qutulgan kurash tarixi tasvirlandi. Usulning vaqaligini Abdulla Ro'zi o'zi yozib chiqqan. Uni yolg'iz kishilik usulliq tarixiy drama deyishga bo'ladi. Usulning mohiyatini oldin tushungan Bilal Azizi hayajonlanib o'z o'rnida o'ltira olmay qoldida qo'lga qog'oz qalam olib, darhol "Singlim o'ynang" mavzuliq she'r yozib chiqdi va konsert kechligining oxirida sahnaga chiqib, jo'shqin hayajon ichida bu ijodiyatini o'qib berdi. Ko'pchilik
tövəndin onunğa güldiras alqış yanıratdı. Bugün keçilik konsert numurları axırlaşqan çağda tarixning kalendari yeni bir yılğa qadam qo'ygan edi. Vaqt istirlikisi 1945 yılning boshlanganligini ko'rsatib turadi. Dal mushu chaqda Qo'rchoq viloyatlik soqchi idorasining darvozasi oldidagi bir egiz saga terakka 3 mahbusning kallasi esib qo'yilgan edi. Dal mushu chaqda jallatlar o'tkazishgan kechilik ziyofatda bu gunohsiz mahbuslarning yuraklari sayqilinib yeyilmoqda, qonlari sharobga qo'shib ichilmoqda edi. Shoir atsi bu fojialik faktni o'z ko'zi bilan ko'rish uchun uchbosh esiqliq turgan egiz terak biniga keldi. Lutfullaning g'azbi o'rlab tishlari g'o'chirlaydi. Ko'zidan o't chaqnab, mushtari tugilatdi. U esilgan boshlar oldida bir necha minut sukut qildi. Yangi yil kuni tong sahardan boshlab yoqili turgan qor texicha lapildab tushyotdi. Jallatlar tungun kechacha qon aralashtirib ichgan sharob kayfida mastlikdan yeshilmay texi haram uyquda edi. Ularning ba'zilari uyqusidan uyg'onib shu haraqni yana ichetdi. Daraxtda esilib turgan bu boshlar ustiga oppoq qor qo'nganlikdan bir qarashda kishiga xuddi ichilgan qor laylisidek ko'rinadi. Shoir motam sukutini tugutib, ikki qo'lini tuch rangli kalta xurum chapinining yamchuqiga soldida, qorliq ko'chada mardona qadam tashlab, 4 ko'cha eg'iziga keldi. U yerda uzun turmay shimoliy darvozadan o'tib, tashqirqi bozorga chiqdi. Bu yerda uningga yana qadrdon do'stlardan biri bo'lgan Salahun oshpaz uchirdi. "Yuring, ajab obdan uchrab qoldingiz. Choy ichimiz, tomoq yeymiz", dedi Salahun shoirni oshxonasiga taklif qilib. Oshxona ichida Saydulla yolg'iz o'ltirib choy ichayotdi. Shoir salom berib yiniga bordi. Saydulla hurmat bildirib o'rnidan turdi-da, shoirni yuqoriga taklif qilgach, oldiga choy qo'ydi. Lekin Lutfullaning ichidagi volqon texi o'chmagan edi. Uning yuragini g'azab o'tlari ko'ydirayotdi. Saydulla darhol shira ostiga yoshirib qo'ygan musallasni ilib, 2 piyolaga tashib oz-ozdan quyib, "Men madrasada ko'p o'qigan, anglaganlarim, o'qiganlarim, biladiganlarim oz emas. Lekin men imomlikqa va mudarrislikka yaramayman. Meni ba'zilar Jadid va Umar Hayyomining murti deb hisoblaydi. Meningmi o'zimga tushliq falsafam bor. Mushu falsafa e'tiqodim bilan oxiratga ketaverman", dedi shoirga. Lutfulla mutallib har qachon Saydulla bilan ko'rishganda ko'proq uning so'zini anglaydi. O'zi kam so'zlaydi. Bugunmi u shunday qildi. "Men", dedi Saydulla mulla, "Qashqardagi xonliq madrasada o'qigan chog'larimda Umar Hayyomining ruboiylarini o'zaro bazmalarimizda ko'p o'qib beratdim. Mutaassib taliblar ancha yoqtirmasmi yana qiziqib anglaydi. Men mulla bo'lsammi oz-poz musallas ichib qo'yatdim. Taliblar mening so'zlarimga amroq edi. Men dard ustida hikoya so'zlaydim. Alam ustida shikoyat qilatdim. Mening hikoyalarim, shikoyatlarim, rivoyatlarim xalq aytadigan mundaq bir qo'shoqdan yiroq emas edi. Duttar chalidu deydi, naqsha aytidu deydi. Her kim her nima deydi, dard kelmaydi, bilmaydi. Dard nereden keladi? Zulmdan, qon sho'rashdan keladi. Ulug' olim Umar Hayyam o'zining ruboiylarida buni texmo cho'nqur ichib bergan. Ey mufti, biz sendan ishchanroqdirmiz. May ichsakmi hushyorroqdirmiz. Biz üzüm suyi içimiz, sen adam qini, aytqinchu qaysimiz xunxo'rroqdirmiz. Bu ruboiyni anglab, shoirning ikki ko'zdan o't chaqnab ketdi. U ruboiyni daraxtga eslagan boshlarga, jallatlar kechidan buyon sharobga qo'shib ichayotgan sap odam qonlarga taqlid qilib, g'azab nafrati o'rlaydi. U mushu yerga kelganda Saydulla mulla bilan bir piyoldan musallas ichdi. "Bugun", dedi Saydulla mulla so'zining oxirida, "yerim kechida daraxtga esilgan gunohsiz boshlarni butun xalq o'z ko'zi bilan ko'rdi. Bu qon ichuvchi jallatlarning eng cho'ng vahshiyligi. Bu vahshiylikka inson bolasi chidab tura olmaydi. Jallatlar mushu yo'l bilan o'zining go'rini o'zi qo'laydi. Tarixda mundaq misollar intayin ko'p. Qilishni o'ynatib qonxo'r, qilishda ilinar boshi,
Kishining yeshini to'ksa oqar ham qon bo'lib yoshi. Bu davron o'tmishi shohid kichining kunduzi bordur. Ki zulmat chekdin oshqanda g'olarmish taxti naqqoshi. Lutfulla Mutallib bilan Saydulla qizg'in suhbat qilayotganda oshxonaga tamoq yeyish uchun yana bir muncha xaridorlar kirib keldi. Salahun buyurtib qo'ygan lag'manmi keltirildi. Xaridorlar boshqa o'rinlarga petishmay Saydullaning qatoriga kelib qisilib o'ltirishdi. Saydulla so'zini to'xtatishga majbur bo'ldi. Lutfulla Mutallib tamoq yeb bo'lgandan keyin suhbatni keyingi navbatga qoldirdi-da Saydulla bilan xo'shlashib mandi. Ikkinchi, terak beshida bir haftagacha issiqlik turgan gunohsiz boshlarning vahimasi toki fevralning beshida o'tkazilgan Chag'an bayramigachilik shahar xalqining ruhidan tarqalib ketmadi. Balki yangi gap so'zlar paydo bo'lib, kishilarning g'am andisini texmo ko'paytirdi. Beshi kesilganlardan birining yuragini yangi yutkilib kelgan Wu Jujang yaptudak, birining yuragini Zhao Tuanjang yaptudak, yana bir yurakni Liu Dote yaptudak. So'z cho'cha ko'paygan sari kishilarning o'g'il qizlari ochiq oshkora ko'chalarga chiqolmaydigan bo'lib ketishdi. Hatta nurg'un kishilar farzandlarini yoshirib, yezilardagi tuqqanlarning uylariga mangdirib o'tishdi. Gap tarqatquchilarning adibini berish uchun kishilarning piyida yuzlagan maraqchilar marishib yurishdi. Ammo ishning siri boshqa yerdan cho'lib chiqdi. Aslida jallatlarning bu sirni oshpaz Sao Shixu mastligida og'izdan chiqarib o'tgan ekan. Sao Shixu bir kuni mast bo'lib, xudini bilmay yetib qolgan chog'da uni yo'qlab kirgan bir og'inisiga bu ishni deb salgan ekan. Oshpaz yuraklardan sayb qo'rib bo'lgandan keyin kechsi qor besib yetolmaydigan bo'lib qolgan. U amdila yostiqqa bosh qo'yganda uch boshning ko'zi uningga g'azab bilan chekchib turib oladi-ekanda, u shu an o'rnidan turib 2 rumka aroq ichib qo'rqinchni bosmoqchi bo'ladi ekan. Lekin u yana amdi yotay deb turishiga o'ltirilgan mahbuslarning ko'zi yanala nafrat yog'dirib chekchiydi ekan. Oshpaz yana o'rnidan turib aroq ichidi ekan. Oshpaz oxir yurak kesiliga mubtalo bo'lib, xizmatiga borolmas bo'lib qolibdi. Lekin ish ma'lum bo'lib qolgandan keyin jallatlar darmondan ketib qolgan oshpazning ko'zini o'yib, tilini kesib o'tibdi. Bu voqea uzunga qolmay butun shaharga pur ketdi. Chag'an yetib kelishning sal oldiroq bir kuni Lutfulla atigan saharda odati bo'yicha ko'chada tanarakat qilib ta'rini quritish uchun Langar ko'chasidagi cho'ng xonqa oldiga asta minib keldi. Xonqa oldidagi sukchakda o'ltirgan bir qancha kishi ana shu haqda so'zlashyotdi. Lutfulla bu parangning mazmuniga qiziqdi-da, bir besib, ikki besib ularning qishiga keldi. Parang silvatqanlar söz temisini darhol avar ayga yetkib oldi. Bu yil ayning qo'tanlishi boshqacharoq turdi. Yil obdan kelmaydi. Bu yil chashqan ko'payib ketdi. Afat bo'lib naschilik bosadigan turi bor. Akşam Ökerning yinda bir quyruq yulduz paydo bo'lib qoldi. Bu yil mo'ldir ko'p bo'ladi. Qiyon ko'p keladi. Bu yil saman yo'li tutuq turadi. Cho'qib atiyazliqqa siriq to'pi yig'ib ketadi. Akşam cho'lpan bak chiroyli ko'rindi. Qarlig'och, angir, g'oz o'rdaklar pat yaqinda ko'payib ketadi. Lutfulla ularning paranglarini xili uzoqcha anglab turdi. Keyin u ulardan bayqi so'zni so'ramoqchi bo'lib og'izni o'mallab turadi. Xonqa oldiga bir o'smir divani bola sapoyi bilan hukmat to'g'lab kelib qoldi. Men bir yetim qo'ziman ota onadan ayrilgan, lachin so'qqan cho'jidek qonitimdan qayrilgan. Yerga tushdi lapanglab eski juva dolida, ikki to'qash tilayman men Xudoning yo'lida. Aq do'st ya Allah qiynaldi aziz jonlar. Tilamchi balaning rangi sariq, tini o'ruq, xuddi qurib qolgan ko'chatga o'xshaydi. U putiga ko'nrab tapini qalmagan bir piyiga ikkala putini salsimi yanala cho'ng kelib qolgudek malchaq piyma, uchisiga jul-jul bo'lib ketgan quruq juva, beshiga bo'lsa paqpib juluqi chiqib ketgan eski salpan tumoq kiyib olgan edi. Bala ikki qo'lini egiz ko'targan beti duo qilib ikki ko'zdan yosh to'kib turadi. Lutfulla hammaning oldida yenidan pul chiqarib tilamchi balaga berdi.
Tilamchi bola pulni elib yana bir qitim duo qildi. Arqadan qolganlarmi ozdur ko'ptur atganlarni sadqa qilishdi. Aradan bir kishi tilamchi bolaga ichag'irtib, "Yur bolam, uyim yaqin. Qo'rsqini to'qlab, kiyim-kechikni yangushlab qo'yay", dedi. "Xudo rahmat qilsin, dada", deb divan bola bu kishiga minnatdorlik bildirdi. Ular xonqa oldidan qo'zg'alib ketishdi. Lutfullohmi orqasiga burilib o'z hujrasiga qaytib keldi. Aradan uzun o'tmay chag'an yetib keldi. Havo kundan kunga ilib, qor muzlar erishga boshlagan edi. Lekin urush vahimasi ichida qo'g'dinish atriti alvang seliqini texmo ig'irlashtirib, fuqarolarning deguvchilik darmonini qo'ymagan edi. Yezilardan shahargacha harvalarda quyruqi uzilmay to'shilayotgan ochliq, o'tin samanning haddi hisobi yo'q edi. Zulm adab ketmoqda edi. Xalqning ko'ngli dakka-dukkiga tushib qolganlikdan ikkidan ortiq odam bir yerga jam bo'lib, aram xudo so'zlasholmaydi. Qo'rqish va xudiksirash kishilarning qalbini mujib turatdi. Qaysar shoir dal mushu iqimga qarshi Xiyolchan Tilak nomli jangovar she'rini e'lon qilib, butun Tarim vodisini zilzilaga keltiribdi. Bu she'r minglagan kishilarga madad ilhom bag'ishladi va ularni g'aflatdan uyg'otdi. Lutfullah chag'anning 3-kuni qishliq kiyimini tashlab, beshiga badam doppa, uchiga sarja gimnasturka kiyib, gimnasturka ustidan kamar bog'lab, putiga qora shibletini maylab kiyib, "Tunji bahar meningki", dedi-da, naburchik do'sti Turdi Hüseyinni boshlab ko'chaga chiqdi. Langardagi cho'ng xonqa oldiga kelganda, peshqadam sabdoshlaridan Turdi xalifa va kalpinlik Molla Hafiz Chekini bilan uchrashdi. Lutfullah ularga salom berib, "Assalomu alaykum tag'lar. Al-ihrom yasilib, xili bir yerga bordimi?" dedi. Lutfullah bu o'lima tag'lari bilan ko'rishganda doim mushu atalg'uni iste'mol qilib so'z boshlaydi. Bu atalg'u shundaqla ular o'rtasidagi inqilobiy aloqa paroli edi. "Shundoq yasilyotidi. Madad sizdan, g'ayrat bizdan", dedi javoban Turdi xalifa. Ular yo'l ustida ozna so'zlashib ayrilishdi. Lutfullah bilan Turdi Hüseyin mo'ysipitlardan ayrilib, yezilardan ochliq yo'tkab kelib, tashqirqi bozordan ta Xandak ko'chasigacha qatorlashib tizilib ketgan harvalar to'piga bordi. Bu harvalarning ko'pinchisi Ko'ni shahar noyisining Qurboq, To'pqon, Qizil, Jam qatorliq joylardan kelgan edi. Sahrodan kelgan bu dehqonlar Lutfullahning beshidan oyg'igacha qarashatdi. Shoir o'zining atrofidagi shaharlik tonish bolalar bilan chaqchaqlashib, "Men bahor qarlig'ichi, do'ppamga qarasizlar-ku", dedi. Atrofdagi bolalar va yezidan kelganlar texi beshidagi tumiqini, paxtaliq chaponlarini tashlamagan edi. Bahor kiyimi bugun shoirga to'limu yarashgan edi. "Do'ppingiz qo'ymo chiroyli yarashib ketibdi, Lutfullah aka. Maslikimiz kelib sizga qaravotimiz", dedi egiz, inchika bo'yliq bir bola kulib. "Mavo ying'nag'ochning chaqchiqini qarang", dedi shoir chaqchaq bilan. "Mushundaq do'ppini sen kiysangmi yarashaverdi." Atrofdagi bolalar ying'nag'och so'zini anglab olib, paraqada kulishib ketdi va "Ying'nag'och" deb iliqib bolani shanxu qilishga boshladi. Lutfullah bolalar yenidan ayrilib, qatori tizilib turgan harvalar orasiga ketdi. Bu yerda u bir o'ttira yoshli harvakash bilan salomlashib, birdan paranglashdi. "Aka, bu ashliqni nega opirsizlar?" dedi Lutfullah. Alvang ashliqi besib kelgan harvasini Xandak o'stingi bo'yga to'xtatib qo'yib, harva sho'tsi yinda o'ltirgan bu dehqon qora soqol, o'roq, judangu kishi edi. U beshiga do'lan tumiqi, uchisiga qora matodan ishdan chapan kiyib olgan, belini kandir sho'ynasida bog'lab olgan edi. U cho'nqur g'amga patgan holda harva sho'tsi yinda o'ltirib, quruq non chaynayotqachqa qo'ziga liqqida to'ldirib olgan nenni yutib bo'lmay turib, savolga javob bera olmaydi. Shunga u qetib ketgan sag'ra nonni chaynab aran deganda yutib bo'ldi-da, so'zlashga boshladi. "Beri harag'andan so'ramang, bir ochqandin degan tamsilimiz bor ukam. Og'zimizga giyoh salma yerim kechida yo'lga chiqib, aran mushu yerga kelib oldik. Qo'rsoq rastilla ichib ketdi. Mana ko'ryapsiz,
Yeydig'inimiz mushu. Nere yutsa beri chiqidi. Ya qo'rsaqqa dal bo'lmaydi, ya jonga. Alvanning dastidan uyda asli turolmaymiz. Bala chaqalarimning kiygida kiyimimi yo'q. Uning ustiga bu jahonning kundan kunga qattiqchiligini demamsiz. Dehqonning ichirqab ketganligi o'ridak o'ltirishib ketgan ikki ko'zidan aniq bilinib turadi. Dehqon og'ziga yana bir burdan non silib oldi va choynig'ili turdi. Dehqonning sarguzashtlarini qiziqib anglayotgan shoir u bu nonni nakamda yutib bo'lar deb taqozo bo'ladi. U darhol orqaga burildi-da, Xandak bo'yidagi bo'zichi qirg'iz ayol Suyumxonning uyiga kirib, bir chaynak choy va bir china achiqib dehqonning oldiga qo'ydi va chiniga choy qo'yib, ikki qo'li bilan dehqonga tutdi. "Rahmat ukam, Xudo rahmat qilsin", dedi dehqon va tovlinib qolgan choyni birla o'tlab sumirib tugatdi. Shoir chaynakdan yana choy quyib, "Zog'rini choyga silib ichla aka. Oshxonaga boshlab boraymi-ya?" dedi. "Mening choysiz zog'rinamni g'ajab o'ltirgunim Arvaning qishdan ayrilolmaganlikdan edi. Pulim-g'o yo'q. Arvadan ayrilsam bo'lmaydi. Mushu atrofimizda do'rg'a yoylarimiz bor. Ularning qamchilariga yilonning zahri yug'urilgan. Do'rg'ining qamchisi, yoyning dangzisi, yomulning gangzisi kurming bechora dehqonlarni xonvayron qilib atganligini bilamsiz ukam. Bizning burnimizmi o'lim purab turyotdi. Jondan kechay deb qoldik. Almamsan alaringni ikki pay o'qing yo'qmi? Sen bizni yomon deysan, yaratgan Xudo yo'qmi? Mana bu g'azal naqshlarni mushu bizdek jini o'lqimga kelib qolgan, yuraklari qon zardab bo'lgan dardmanlar chiqargan. Qani, chinidagi non yumishidi. Avval choyni ichib olsa aka, ondan so'zlashayli. Shoir dehqonni choyga taklif qilgach, chiniga yana choy quyib qo'ydi. Yumshab ketgan nonni dehqon tezla yeb bitib so'z boshladi. "Mushu yaqindan buyon", dedi dehqon shoirga rahmat bildirgach. "Godang, Gomindang degan so'zni dehqonlarning gohilari buzib, gohilari masxir qilib Godang deb atashadi. Godanglarning beshiga pit tushib qoldi. Bo'lg'ay, ochliq alvangni kuchaytib, minglab bek, do'rg'a, yoylarni ochliq sayisi uchun Ujma, Yengiriq, Oyko'l, Sayiriq, Qumbosh, Beshtugman, Avat, Qizil, Jom, Aral, Ko'kbosh, To'puluq qatorliq rayonlarga avatdi. Her kuni yuzlab harvolar mushu sepil ichidagi sanga osh o'tkaydi. Yezilarda bo'layotgan qiya-chiya, dadu faryodning dastiga chidab turg'ili bo'ldi demsiz. Buningga qaraganda amballarning beshiga pit tushdi. Ichkirisida bir gap bor deb gumon qilyapmiz. Yaqinda boshqaroq mish-mish paranglarimi bor. Xalqlar tog' orqasi buzilibdi deyshidi. Har holda bir gap bor. Fukam, ya ichkirisida bir gap bor, ya tog' orqasida bir gap bor. Burnisda tepunam buzilib chiqqanda ichkirisida bir gap bor degan naqshi chiqqan. Bu naqsha bekor chiqmagan ekan. Allah Allah, vay balla, ichkirisida bir gap bor. O'yni bilinglar, yosh balla, ichkirisida bir gap bor. Tepunamlik chambashi siriq ekan chap qashi, tashdek ching ekan bashi, ichkirisida bir gap bor. Mayli, ichkirisida bir gap bo'lsin, tashqirisida bir gap bo'lsin, dedi dehqon so'zni davom qilib. Yanila biz dehqonlarning holimiz yaxshilanmaydi ekan. Begim keladi ekan, xo'jam keladi ekan. Bo'z xaltisi birga keladi ekan. Geliga o'g'oz, otlariga bo'g'oz bizdan bo'ladi ekan. "Avu sepilni ko'ryotamsiz?" dedi dehqon shoirga savol qo'yib va sepilni ko'rsatib. Dehqonlarning ota bobosi salgan kurming turdaxon bilan to'xti axon sepil temiga qo'shilib qandilib o'lgan. Dehqonlarning qo'shoq to'qib dard pig'onini izhor qilishdan boshqa yana nimamo iloji bo'lsin? Bala qazo bizga kelamdi. Tugman tishi biznila yanjimdi. Fani olamning do'zaxi bizga boqimandimi? Sultan xo'jam so'raydi, sepil soqqanlar nalik? Biz bundaq japa tartib bekor yotamdi shalik. Mana bu qo'shoq ota bovlarimizdan qolgan dehqonlarning palakchaqi ustidan qilgan arzu shikoyatnomasi. Dehqon so'zlab o'tib, deb bir tinib oldi-da,
hayajon ichida o'tliq hissiyotini bosolmay so'zini yana davomlashtirdi. Bu ochliqni opirib sanga to'kimiz. Uni harom tamoqlar bekor yetib yeydi. Bizning yeydiganimiz siz hili ko'rgan kunjura. Uning ustiga men nurg'un qarzga bo'g'ilib ketdim. 5 balam, xotinim doim och qoladi. Ularning chiroyida qon yo'q, tenida shilvolg'uchilik et yo'q. Bir tira bir ustixon. Meni bo'lsa uyda qo'yishmaydi. Qishda hashar, et yozda hashar, yozda hashar, kuzda hashar. İnsan mushundaq yashamdi. Zodi bizning hayvondan nima farqimiz qoldi? Bundaq kundan go'r yaxshi emasmi? Dehqon o'zini to'xtatib ololmay, o'ksib yig'lashga boshladi. Yig'lamsizlar aka, dedi Lutfulla dehqonga tasalli berib. Nimaga yig'laymiz? Yig'lamaslikning ilojimi bor. Shundaqqa deysiz ukam. Mening yemiginim ganda, ko'rmiginim go'rla qoldi. Mening ko'rgan kunim shu tursa, avlodlarim nimkin ko'rar. O'lsam ko'zim qandoq yumilar? O'g'lingiz bormi? Oldi qancha yoshlarda? 3 o'g'lim bor. Oldi 18-19larga kirdi. Nayt yaxshi. Ot ustida o'ltira oladi ekan. Hili siz degandek, hozir tog' orqasida bir gap bor. İchimizda bir xap bor. Endi yig'lashning o'rniga ana shu tog' orqasidagi bir gap bilan ichimizdagi xapni birlashtirishimiz lozim. Mana bu bizning birdan-bir chiqish yo'limiz. G'ojamning g'ojisi bor, chamg'urning o'risi. Tarix hamon mushu qoidada davr qilib turdi. Bu tarix hammani yo'qlab o'tidi. Qo'lida o'qiyasi o'qlab o'tidi. Yalmavuz kazzablar ham chaqlashmasin, ni men deganni po'qlab o'tidi. Lutfulla bu ruboyini amdila o'qib bo'lib turishiga bir yosh ofitser ularning ustiga kelib qoldi. Davomi bor.